Uygan oldida bir emas, ikkita sport maydoni, trenajyorniy joylari, mana bu yoqda besetka, bolalar o'yingohi, bundan tashqari bog'cha, maktablar ham yaqin bo'lsa, avtomobil qo'yishga sharoitlari, do'konlar ham yaqin. O'rtoqlar, Uchtepa tumaniga kelganmiz, 15-kvartal. Mana bu 5 qavatli binoyimizni 5-etajda 66 kvadratli kvartiramizga chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Men to'liq obzor qilib beraman. Oxirida albatta narxini aytib o'tamiz. Planirovka bilan tanishib chiqamiz. O'rtoqlar, eshikdan kirganingizda dastlab mana shunaqangi prixoshka kutib oladi. Chap tomonda birinchi bo'lib bolalar xonasi joylashyapti. Mana shunaqangi holatda bo'lyapti. Uni yonida bo'lsa, родительский bitta spalnimiz. O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xonadan chiqqaningizda bu tomonda bo'lsa, sizlarni mehmonxona kutib oladi. O'rtoqlar, hamma xonalarimizga alohida kirish ishlab ketilgan. Bu tomonda bo'lsa, sanuzilimiz. O'rtoqlar, bu yoqdan oshxonaga o'tib boramiz. Oshxonani shundoqqina balkonga ulanib ketilgan. Eng qizig'i, balkonga mehmonxonadan ham chiqish qoldirilgan. Ana endi bitta manzaralarni ko'rsatib beray. Bu yoqda bolalar maydonchasi, parkovkalari, hamma qulayliklarga ega.